Türkiye'nin ataqlıq yazğıcısı Rishad Nuri Guntekin'nin Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Çalı Quşu namlıq romani. Bu roman Belqut şirkətində avazğa elinib, Belqut torida anlatıldı. Mehrim tushgan 3-chi narsa kichikkina bir yetim qiz. Dars boshlab 5-kuni bo'lsa kerak, sinfga kirib partilarga ko'z yugurtib, birdilla yuragim shirin hayajonga to'ldi. Eng oxirgi partada oq seriq chachliq, oq tanlik, pariladek go'zal yuzlik bir qiz unchidek tishlarini ko'rsatib, menga qarab kulimsiraydi. Bu qiz kimkina? Osmondan tushgandek, nerdan paydo bo'ldi? Qo'lim bilan ishorat qilib, "Bu yoqqa kelgin" dedim. Qiz qushdek yeniklik bilan o'rnidan turib, xuddi men maktabda qilganimdek sakrab yonimga keldi. Bechora bola bekmu kambag'al edi. Puti yalang'idoq, sochlari chuvuq, ustidagi o'mib ketgan chitko'ngligining yirtiqlaridan oppoq nozik badani ko'rinib turardi. Uning kichikkina qo'llarini tutib, "Menga qarag'ina kichikkina" dedim. U qo'rqibroq beshini ko'tardi. Qayrilib turgan kirpiklari orasida bir jup to'q zangar ko'zi chaqnadi. Zaynalada tatgan azoblarim meni yig'latmagan edi. Lekin bu yarim yalang'och bolaning ko'zlari, qip-qizil lavlari, ishqi quri unch tizmisidek paqirab turgan tishlari, shu minutda o'zimni tutib olmagan bo'lsam, meni ho'ngrab yig'latgan bo'ladi. Qizning enkini silab, hamma qizlardan so'ragandek shuningdimi? "Isming Zahrami yoki Aysha?" deb so'radim. U toza İstanbul şivesi bilan odam ishinib bo'lmaydigan yiqilib ovozda, "Muallima, mening ismim Munisa" dedi. "Sen mush maktabda o'qimsan?" "Ha, muallima." "Necha kundan beri nemishqa kelmading?" "Adam avatmidi muallima. Uyda ish chiqib qolgan edi. Bundan keyin qanmay kelaman." "Apang yo'qmi?" "Adam ma muallima." "Apang nima bo'lgan?" Kichik qiz beshini sangilitib jim turib oldi. Men bu so'zim bilan bilmasdan bu bolaning qalbidagi yoshirin jarohatga tegib qo'yibdiman. Bu savolni to'xtatib, boshqa narsani so'radim. "Turagin kechqurun naqsh etgan senmiding Munisa?" Bir kun avval yandagi bog'larning birida bir bolaning zil ovozi bilan naqsh etganligini anglagan edim. Bu ovoz shu qadar yaqinlik, bu yerda anglab yurgan ovozlardan shunchalik boshqacha ediki, beshimni derazaga tirab, ko'zimni yumib, bir qancha minutgacha o'zimni boshqa bir yerda, ismini atashni xohlamagan vafosizlar yurtida yurgandek sezdim. Naqshi etgan bu qizchaqdan boshqasi bo'lishi mumkin emasdi. Munisa xijil bo'lib beshini limshitdi. "Men edim muallima." Balani o'rniga avatib etib darsni boshladim. O'zimda qandaqdir bir favqulodda narsa his qilardim. Bu kichik qiz menga xuddi illiq bahor quyoshiday ta'sir qilgan edi. Qor ichiga ko'milgan qush uvisiga tushgan nur sho'lisi. Uvisining sovuq qam ko'ngilsizligi ichida beshini qanotlari orasiga tiqib titirgan og'riq va ojiz chaliqishi. Asta-asta jonlanishga, burunqi shodlikni qaytadan tepishga boshlagan edi. Vujudimda ajoyib bir yeniklik, ovozimda, so'zlarimda jonlanish sezilishga boshladi. Dars o'tib, ko'zim ixtiyorsiz uningga tushadi. Uni menga qarab o'ltiradi. Unchidek tishlariga, lavlariga yiqimliq kulimsirashga, to'q zangar ko'zlariga to'lib toshgan amroqlik bilan vujudimda onalik mehri muhabbatini umrimda tunji qitim bo'g'ib sezdim. Yolg'iz yashashga majbur bo'lgan mushkullarimda mushundaq kichik bir qizim bo'lgan bo'lsa-di. Hey, bu menga nisb bo'lmaydigandek. Munisa haqida Odicha xonimdan ba'zi narsa bilaladim. Adam degini o'gay opasi ekan. Dadasi qiyri bir o'rmon xizmatchisi bo'lib,
ikkinchi ayolini bu yerdan olganligi uchun 5-10 kuruşlik pensiya puli bilan mushu yezida turmush kechirar ekan. Hadicha xonimga shundoq dedim. Aytganingizga qaraganda oilasining hol ahvoli unchami yomon emaskan. Shundoq turib nemishqa bu bolaga yaxshi qaramaydi? Qiyr xotin qo'shimsini turib. Mo'shunchilik qarag'iniga shukr. Boshqasi bo'lsa ko'chaga haydab chiqarib etadi, dedi. Nemishqa? Bu qizning opasi yomon xotin. Ancha esimda qolmabdi qizim. 5 yil avvalmikin opasi bir soqchi boshlig'i bilan qochib ketgan edi. O chaqda bu bechora qiz bekmi kichik edi. Keyin u ofitser xotinini tashlab boshqa yurtlarga ketibdi. U xotinni o'z roziligi bilan yosh yigitlar taqqa etgan. Chiqilib yomon nomi qoldi xolos. Shundaqmi bo'lgandi Hadicha xonim? Lekin bu balada nima gunoh? Endi qanday qiladi? Shundaq bir xotinning bolasini tavadurdullarga o'rashqa qudratimi yo'q-da. dedi. Munisa maktabga kunda kelanmaydi. Sababini so'rsam, "Adam kir yo'g'izdi, adam taxtay surtkazdi, adamga taqdim o'tin akilib berdim" degandek javoblarni beradi. Bu balalarni saboqdoshlarimni yaxshi ko'rmaydi. Sinfda o'zlarini uningdan chetga tortadi. Payt topsalar yoshirincha azor berib yig'latadi. Buningda mening ozdir ko'pdir gunohim bor. Chunki bu qizni yaxshi ko'rdiganligimni yoshirolmagan edim. Sinfda uni erkinlatganimni, bog'da yonimga chaqirib bilib so'zlashganimni ko'rib, unga yomon ko'zda qaraydi. Bir kuni Munisaning maktab beg'ida yig'layotganligini, "Men sizlarga nima qildim, unda qilmanglar" deb yolvorayotganligini angladim. O'zimni ko'rsatmasdan derazdan qaradim. Qizlar buloq suyini og'ziga to'ldirib olib, Munisani qo'llab yurib, ustiga suv purib ketdi. Bu qiz yig'lab, u bulungdan bu bulunga qochadi. Qo'li bilan yuz ko'zini, bo'yinlarini to'satdi. Eg'ir mijozlik, qo'rqinchoq, vaqti qizlar yaralangan jaranni qo'g'layotgan ov itlarga o'xshab qolgan edi. Kirib putlarda chaqinlik bilan sakrashadi. Tap ustiga to'plangan quzg'unlardek yirtqushlarcha cho'qan selishib Munisaning atrofida aylanadi. Kichik qizni gah bulunga qapsab, gah to'piga domlatib, og'ziga to'ldirilgan suvni yuziga, ko'ngligining yirtiqidan ko'rinib turgan maydasiga purkaydi. Xudimni yo'qotdim. Sarangdek uydan etilib chiqdim. Shunchalik tez yuguribdimanki, o'ng putim palampayning bosqichini sundirib ichiga tushib ketdi. Men boqib chiqqan chig'imda bo'layotgan jangning shakli o'zgargan edi. Munisaga o'ziga o'xshash kichik, lekin kuchli bir yordamchi tepilgan ekan. U kichikkina Vahbi edi. Bu 9 yoshlik bang'ashning qahramonligini hargiz unutmayman. Vahbi buloq suyi eqib kirib hosil qilgan patqoqlikqa kirib olib, o'rdakdek har tarafga loy chachirtib, Munisaga hujum qilganlarga shiddat bilan patqoq chachirtdi. Uning qo'li, puti, yuzi patqoqqa melanib, qop-qora bo'lib ketgan edi. Inchika ovozi qizlarning qiy-chuvlari ichida isqirtdek chiqardi. "Ko'pirning qizlari, uni qo'yib beringlar, bo'lmasa hammalarini so'yaman." Qizlar bu hujum oldida chekinishga majbur bo'ldi. Yerim hushsiz Munisani quchqimga elib uyga akirdim. Bu chiroyli kichik qizni quchoqlagan vaqtimdagi hissiyotimni aytib berolmayman. Qalbimning cho'nqur qatlamlarida yoshirin bir buloq qaynayotgandek, vujudimni bir harorat qaplagan edi. Uning ko'ksimga urilayotgandek tapti ko'zlarimda yoshlarni paydo qilib, nafsimni bo'g'atdi. Shirin bir hoshsizlantiruvchi lazzatga cho'milgan edim. Bu mast qiluvchi lazzatni qachondir bir chog'da his qilganman. Lekin qayerda va qachon? Hozir bu qurlarni yezayotganimda yuragim to'xtab qolgandek edi. Ko'zlarimni yiroqlarga tikib o'ylandim. Shundoq, qayerda va qachon? Bu balkim ko'ni bir tushning qaytadan asga tushgan xotirasi bo'lsa kerak. Chunki bekmu yiroqda qolgan. Ko'ngildan ko'tarilgan xiyolda xuddi tushdek
aqlga sig'maydigan narsalar bor. Hozir o'zimni bo'shliqda o'chayotgandek his qildim. Atrofimda yuzimga, sochlarimga tegib tushayotgan g'azon yomg'iri bor. Ajaba, qayerda? Yo'q. Yolg'on. Men mundaq narsani tunji qitim his qilyapman. Anglayotganinglar Bel Qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shu kuni o'quvchilarni astin chiqardimda, Munisa bilan bo'lib ketdim. Men uning bo'ron so'qqan oq zambaqqa o'xshagan chiroyli tenini, oq seriq chechini tozaladim. Bechora o'zini bosanmasdan 10 minutcha o'ksib yig'ladi. Bu ko'z yoshlar menga shunchalik ta'sir qildiki, uning ko'zlaridan to'kilgan yosh tomchilari qizning kichikkina yuziga emas, balki mening yuragimga temayotgandek bilinadi. Asta bu bolaning ishonchisiga ega bo'ldim. Ko'ni ko'mlaklarimdan birini so'kib, kichiklatib, uningga loyiq qilib ko'mlak tikkanimda, bechora xuddi aslondek etaklarimga surkilib, yoshga to'lgan ko'zlari bilan menga tikilib qaraydi. Vaqtsiz va nohaq jabr jafoga uchirgan bolalar cho'ng odamlarning mijozini ilib qolgandek, Munisa'dimi shu mijoz bor edi. Men 1-2 oydan beri orom tushunishga boshlagan ba'zi narsalarni u tushunib bo'lgan edi. U kichik o'qisining jafosini tortdi ekan. Shundoq turib yana hadisini rozi qilolmasdan har kuni bir necha qitim tayoq yeydi ekan. Bir hafta burun Xo'shnisining siyeri ularning beg'iga kiryapti. Munisa siyerni qo'llab chiqarguncha kichik o'qisi salganchukdan yiqilib tushibdi. Hadisi uni qattiq urib, 2 kun ig'ilga solab ketib ketgan non parchalaridan boshqa hech narsa bermabdi. Munisa oppoq badandagi ko'karga yerlarni menga ko'rsatdi. Bu shu tayoqning izlari edi. Men chidab turolmadim. Bechora Munisa, dadamning sana ish chaqirmamda. U mening soddaliqimga echimagandek yuzimga tikildi va kulimsirab, "Albatta ichi og'riydi. Meningmi uningga ichim og'riydi-da. Ikkimizning da ilojimiz yo'q", dedi. U bu so'zlarni qilganda cho'nqur xursinib, qo'llarini kerib, kichikkina olqini bilan havoni kesib, chorisizligini silkib tashlamoqchi bo'lgandek bir ifodani bildirdiki, bu mening yuragimni mo'jivatdi. Qo'nchoqni yasandirganda xushallik va havas bilan Munisani yasab kiyindirib, qo'liga kichik aynakni berganimda u suyunginidan qizarib ketdi. Al-rang lenti bilan ishqital qilib o'rilgan chechiga, kalta ko'k sheris ko'ngligiga, uzun qora paypiqiga xuddi boshqa birsinikida qo'rqib qaraydi. Keyin anglasam Munisani yasandirib qo'yganim haqida Zaynalada xeyli kunlargacha gap so'z bo'ldi. Ba'zilar mening yaxshiligimdan xursand bo'lgan bo'lsa, yana bir munjillari rozi bo'lmabdi. Apsayin tag'larda bosh tag'liq qilib yurgan bir yilon balasiga munchavala shafqat ko'rsatish ortiqchimish. Uningdan boshqa bu yasandirishni gunoh. Apsini olgan yo'lga mengishga undiganlik deyishdi. Bechora Munisaning hollintisidan, kalta ko'k ko'ngligidan, qora paypiqidan xushliqi uzunga bormadi. Kim biladi, o'gay opsi bu ko'ngliklarni nima deb tushundikin sandiqqa tiqib etibdi. Qiz 2 kundan keyin yana shu yirtiq ko'ngligi bilan maktabga keldi. Munisa maktabga oralab keldi. Mana 3 kundan beri uni ko'rmadim. Ertaga qarab baqay. Kelmasa kichik vahbidan surishtiraman. Zaynala 30-noyabr. Maktabga borgan sira mehrim tushishga boshladi. Vayrona sinib pokiza va ko'ngilli tus oldi. Hatto uni zinnatlashga muvaffaq bo'ldim. Dastlabki kunlarda shunchalik vahshiy, yovvoyi ko'ringan bolalar endi yaqinlik ko'rinishga boshladi.
Men ularga o'rganib qoldimmi yoki zerikmay ko'rsatgan g'ayratim natijasida ular adabga keldimi? Buni yaxshi bilmayman. Har holda ikki tarafning ta'siri bo'lsa kerak. Men ko'p ishlaydim. Bu ulardan ko'ra o'zim uchun edi. O'zimni bekorchilik va yolg'izchilikning og'ir qayg'usidan qutuldirish uchun kech kunduz demasdan ishlayman. Muvaffaqiyatsizlikka uchirsam ma'yuslanaman. Ketib qolganda xunuk ko'zlik, so'lg'in bu balalarda bir oz tushuncha va sal-pal yashash zavqini uyg'otganligimni his qilsam, xushal bo'lardim. Qo'shnilarimning ba'zilari menga ansanda mehmon bo'lib keladi. Bu yerdagilar mo'dishni uncha xolamaydigan, bo'libmi kulishni yoqtirmaydigan kishilar edi. Balkim ular mendan tortingandir. Dastlabki kunlarda ilojimning boricha oddiy kiyinganimga qaramay, meni yasonchoq deb yoqtirmaganligini sezdim. Hatto yezi boshlig'ining xotini bir qancha qatim menga ta'na qilgan edi. Qo'limdan kelishicha ularni xush qilishga, yaxshi ko'rinishga tirishdim. Ba'zilarining salom xatlarini yezib, ko'ngliklarini kesib tikishdek ishlarni qilib berdim. Hozir mening to'g'rimdagi fikrlari bir oz o'zgargandi deb o'ylayman. Oldingi kuni yezi boshlig'ining xotini yana keldi. Erining salomini yetkazdi. Uni dastlab ko'rganda ancha yoqtirib ketmagan edim. Endi qarasam xudo turibdi, yaxshi qizkan. Maktab ichida o'ltirdi. Biror ishi bo'lsa menga xabar qilsin, debdi. Bu iltifotga albatta rahmat aytishim kerak. Bu yerda meni yaxshi ko'radigan, doim izlab turadigan yana bir obro'li zot bor. U bu yezining kindik onasi Nazifa Qushnojim. Ismining Zahra yoki Oysha bo'lmaganiga qaraganda har holda boshqa yerlik bo'lishi mumkin. Uning mo'ndash qaqliqimi buningga guvoh bo'la oladi. G'ayratxo'r ekan deb qolmasligi uchun ko'p narsalarni so'rashga jur'at qilolmaydim. Lekin u yezidagi har xil qiziqarli ajoyib ishlarni aytib beradi. Bu xotinda o'ziga xos tamparasat va nazokat bor. Masalan, bir kuni uyda ikkimizda bo'lsakmi, boshqalarni anglab kelishidan qo'rqqandek, og'izni quliqimga yiqib turib, Munisaning otasi haqida kishining ichini og'ritadigan echinish narsalarni so'zlab berdi. Oqidan beshini chayqab, hamma ayib Xudoning mo'min bandasi shu erida. Gunoyini shu tassun. Voyay qizim, buni boshqalarga deb qo'yma, balaga qolamiz, deb chekladi. Kindik ana xonimning bir mulla o'g'li bor ekan. Ramzon oyida bega Peter yiqqili ketibdi. Bu xeyli manfaatlik ish o'xshaydi, teqi qaytib kelmabdi. Xudoyim buyursa, o'g'lini bu yil o'ylanmish. Bechora xotin payt topsala, mulla o'g'lini maqtab, ma'nilik ko'z qisib, o'zicha mendan umid kutganlar qiladi. Ba'zi qoida va shartlarga rioya qilsam, mullam apandiga xotin bo'lish sharpiga muyassar bo'lishim mumkinligini tanladim. Ammo qandaqli bo'lmasin, bu xotin menga xeyli amak bo'ldi. Bugun atdigan kindik ana xonim yana keldi. Mening mavlud o'qishni bilish, bilmasligimni so'radi. Yaqinda yezida bir to'y bo'landish. Bu yezining to'ylarida nag'ma navo o'rnida mavlud o'qiladi ekan. Kulavatmasligim uchun levimni tishlab turib, "Bilishni bilaman, lekin ovozim yaxshi emas, xonim", dedi. Kindik ana buningga afsuslandi. Burunqi muallimlardan biri mavludni bek chiroyli o'qiydi ekan. Buning bilan xeyli ko'p pul topadi ekanmish. Lekin bugun kelishning maqsadi bu emas. Boshqa ish bilan keldi. To'y bo'lgan qiz bekmo kambag'al bo'lg'ashqa, qo'shnilari savoblik uchun bir qo'riq qoch qumush va o'rin ko'rib qilib beribdi. Kelin bo'lg'ichiga to'y kuni kiygizish uchun mendan ko'ni bir ko'mlak so'rab kelgan ekan. Bu qiz men uchun yot birsi bo'lmasdan mening o'quvchim ekan. Buni anglab hayron qoldim. Mening bolalarim ichida kelin bo'lg'idek qiz yo'q-ku, xonim. Eng cho'ngi 12 yoshda, dedim. Nazifa Qushnojim kuldi. Aylinay qizim, 12 yosh kichikmi? Men kelin bo'lganda 15 yoshda edim. Shunga meni o'ltirib qolgan qiz deyishgan. Hozirgi kun odatlar qoldi. Lekin bu yetimning hech nimasi yo'q, ko'chada qoldi.
Bu yerda Muhammad degan bir podichi bor. Shuningga beramiz. Hech bo'lmasa bir burdiman tepib berdi. Bu qaysi qiz xonim? Zahra. Sinfda 7-8 Zahra bor. Shunlashqa birdilla qaysi ekanligini bilolmadim. Kindik anasi qaysi ekanligini aytganida hayron bo'lib dam ketib qoldim. Padichi Muhammad bilan to'y qiladigan Zahra odamning tushiga kirsa qo'rqib ketgudek ajoyib bir maxluq va talva qiz edi. Xiyna rangidagi yulg'undek yirik chegish sochlari, mumdek seriq yuzida shu rangdagi tor peshonasi, pul deyib chiqqan qo'rqinchli ko'zlari bor edi. Dastlab ko'rib bu qizni kasalmikin deb o'yladim. Sinfda zotli gap qilmaydi. Mubada biror narsa demoqchi yoki darsni o'qimoqchi bo'lsa, birdan chirqiroq dahshatli ovozda vaqirashga boshlaydi. Men bir narsaga hayron edim. Zahra hisob va yodlashni sinf bo'yicha hammaning oldi edi. U sinfnikiga o'xshash bag'dimu boshqalarga qo'shilmay bir chetda turardi. U bolalar o'ynaydigan o'yinlarning hech biriga qatnashmaydi. Lekin uning necha kunda biri o'zi yolg'iz o'ynaydigan o'yini bo'lib, bu meni boshqa o'yinlardan bekrak dahshatga soladi. Zahra bog'ning o'ttirisida turib olib, xuddi osmondan kelayotgan ovozni anglayotgandek ko'zini olaytib, samovardek pishildashga, g'alati ovozlarni chiqarishga boshlaydi. Keyin talqin etgandek qizg'ush sochlari cho'lgan holda og'zidan ko'pik chiqarib aylanadi. Shubhasizki, bu bir o'yin edi. Ammo men bu o'yinni ko'rsam, titrab ketardim. Kindik ana bu qizning kelin bo'lganligini deganida o'z-o'zimga: "Voy Xudoyim, to'y kechasi Zahrani xo'shi tutib, padichi Muhammadga shu o'yinni o'ynab bersa, bechorning holiga voy" dedim. Xo'shlam ketgandan keyin ko'nglimdan birini so'kib, Zahraga kelinlik ko'nglikini tikishga boshladim. Amal qancha? Bu bechora qizni bir oz bo'lsa-mu yasandirish kerak-da. Bo'lmasa, padichi Muhammad birinchi kechada tashlab qochib ketishi mumkin. Zaynula 1-dekabr. Tunugun yeza boshliqining uyida Zahraning to'yi bo'ldi. Padichi Muhammadning ko'ngli yerim bo'lmasin deb yezi maydonida mag'rur sunay chaldi. Biri ishga palvon chelishishga tushdi. Ayollar orasidami alayda bazmi kechisi tuzib mavlud o'qildi. Men taqdim qilgan kelinlik ko'ngliki yezining qiyirlariga bekmi alayda moda bo'lib ko'ringan o'xshaydi. Atrofdan quliqimga "Ati oxirat, munkir nakir, o'n yurgizisi" degandek so'zlar anglanadi. Bunun aksicha yosh ayollarning og'zidan sho'lay oqadi. Balkim ularning orasida kelinga hasad qilayotganlarmi bo'lishi mumkin. Men bu kechini ko'ngillik o'tkazdim. Yezi boshliqining xotini shunday yaxshi dasturxon hozirlabdi. O'ttiridagi gaplardan qaraganda bu mardlik Zahradan ko'ra İstanbullik muallimaga ko'rsatish uchun qilinganligi bilinibla turadi. Padichi Muhammadga kelinni qo'shib qo'yishdan avval ko'kilib qo'l suyish rasmiyati o'tkazildi. Bu qo'pol, tartinchoq yezi yigiti ko'zni yumib so'ygan qo'llar orasida mening qo'lim bor edi. Muallima yana bir jihatdan ana o'rinda bo'lgani uchun mushuni qilish lozimmish. Qo'l suyish vaqtida shunday bir sirli komediya o'ynaldiki, buni asla unutmayman. Yezi boshliqining xotini bilan kindik ana boshchiligida 5-6 yashangan ayollar uzun karvatda tizilib o'tiradi. Men texicha ularga o'xshash badashqan qurib o'tirmaгаnim uchun o'choq yonidagi paskina sandiqning chetiga o'tirdim. Ko'zi yerdan uzilmagan padichi Muhammad dastlab meni ko'rmadi. Kindik ana o'g'lim Muhammad muallimaning qo'lini so'y deb meni ko'rsatganida yigit tartinib qisilib yonimga keldi. Men aldirash qo'limni uzatdim. Lekin padichi barmoqlarimdan tutibla shu an qo'yibdi.
Buning odam bolasining qo'li ekanligiga ishonmayotgandek talvilar chiqaraydi. Kulganligimni bilindirmaslikka tirishib, "So'y o'g'lim" dedim. Bechora padichi qo'limni qayta tutgandan keyin tartinmasdan, qisinmasdan yuzimga qaradi. Ko'zlarimiz uchrashdi. Eng yomoni dal shu chaqda o'choqdan yuzimga urgan kuchlik o't yo'riqida kulayotganimni ko'rib qoldi. Padichining shu minutdagi huruqishidek kulkilik narsani umrimda ko'rgan emasman. Qo'l so'yishdan keyin kuyovini kelinning hujrasiga ilib kirdi. Zahra yangi ko'ngligi va bayatın o'zim tarab yasab qo'ygan chochlari bilan xeyli chiroyli bir qiz bo'lib qolgan edi. Lekin bu yerning odati bo'yicha chumparda tortmasdan beshiga yeshil atlasdan tikilgan qop kiygizilganligi uchun uning padichiga qanday ta'sir berganligini ko'rolmadim. Zaynala 15-dekabr. Bugun atigan uyg'onsam atrofimda xuddi bir narsa kamdek bilindi. O'ylab oxir topdim. Kechasi bog'da mungluq allay ovozi bilan oqadigan buloqning ovozi to'xtagan edi. Derazni ochay deb o'rnimdan turdim. Echish bekmi tas keldi. Kuch bilan ittirsam orasidan qor to'kildi. Demak kech qor yig'ib, Zaynala to'nimig'idek bir tusga kiribdi-da. Hadicha xonimdan bu yerda qor yog'sa ta aprelgacha ermaydiganligini anglagan edim. Nima degan yaxshi? Demak, yo'pirmoqlarga qor ko'rinadigan bu zulmatlik va jon siqiladigan makonning asli bahoriy qish oyidan boshlandi ekan. Qor azaldan mening uchun yangi echilgan bodam gullaridan go'zal bir narsa. Bog'da oppoq, yumshoq, pokiz qorning ichida do'milgan chog'larimda his qilgan xushalliqimni, zo'xlarimni bayramlardimi topolmayman. Onundan boshqa odam ichidan nafratlangan odamdan intiqom olish uchunmi qordan foydalanishning sabablarini izlab topdim. O'z vaqtida mening bir dushmanim bo'lib, u qordan bekmi qo'rqatdi. Qilin mo'yliq yaqinlari ichiga to'ydirmasdan qor selaversam, sovuqdan qizargan lavlari titraydi. Rangi oqirib, allaqanday bo'lganda xushalliqimdan sarangni bo'laydi. Anglayotganinglar bel qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Zaynala 17-dekabr. Qor bag'ansiri ko'p yig'ishqa boshladi. Yo'llar ko'milib ketdi. Bolalarning xeyli ko'pi maktabga kelolmadi. Bugun hayotimning eng hasratlik, eng alamli bir kuni bo'ldi. O'quvchilarim atdiganda menga yomon xabar olib keldi. Tüneygün akşam Munisa bir yaman iş qilib qo'yibdi. Dadasi tayoq ko'tarib urmoqchi bo'lganda derazdan baqqa qechibdi. Uydagilar qorda va qorong'uda uzun turolmaydi. Bir ozdan keyin qaytib kelib yolg'iradi deb o'ylashibdi. Lekin xeyli vaqt o'tgan bo'lsa-mu, qiz qaytib kelmagachga xo'lim qo'shnilarga xabar qildi. Yezining yoshlari mash'al ko'tarib ko'chama-ko'cha izlashibdi. Bechoraning nega ketganligini zodili bilaman. Munisani yomon ko'radigan saboqdoshlarim uningni ich og'ritishga boshladi. Kun bo'yi izlamagan yeri qolmadi. Bu kichik qizga behmi ahamiyat beradiganligimni bilgachga, yezi boshliqi Vahbiy orqali pat-pat xabar avatib turadi. Vahbiy bugun cho'ng odamlardek jiddiy va tashvishli edi. Munisaning texchi tepilmig'ini bildirish uchun sovuqda ko'kargan alqonlarini ko'rsatib, qoshlarini turib, ketib qoldi-da, o'g'il, bechora qizni bo'rlar yeb ketgan bo'lmag'idi deydi. Kechqurun Vahbiyning bu gumoni cho'nglarga o'tdi. Mushundaq bo'ronda boshqa yiziga ketalishi mumkin emas. Yo biror yerda to'nglab qoldi, yo yirtqich hayvonlarga yem bo'ldi, deganlarmi bo'ldi. Hech nimani farq qilib bo'lmaydigan bu shivirg'anlik kunning qora tutakdek yeyilib qopsab kelayotgan qorong'uligi bilan dilla yuragimda dahshatli bir umidsizlik paydo bo'ldi. Hayotni zolim, adolatsiz deganga tunji qatim ishondim. Ilgari bundoq deguvchilarga qarshi isyon ko'targan edim.
Nefsim boğulup beşim o'tdek qizib ketgachga baldurla yetib oldim. Chiroq yo'riqi bu kecha ko'zimni chiqib ketgani uchun chiroqni o'chirib etdim. Sirtda bo'ron kuchayib, derazning qopqiqini kuch bilan taraqlatdi. Bechora kichikkina qiz. Kim biladi, nalada ko'milib qoldi-kina? Oh, seriq chochlari qorong'ulikning qaysi bo'limida burunqi tunak kechalardan qolgan panardek titrayotdi ekan. Qancha soatlar o'tganligini bilmayman. Odam bunday chog'larda vaqt hissini yo'qotib qo'yadi. Qabriston tarafdagi eshikni urayotgandek ovozni anglagandek bo'ldim. Bu shamoldan boshqa nima bo'ladi? Yo'q, bu shamolning tirqiltishiga o'xshamagan bir ovoz edi. O'rnimdan ko'tarilib quloq soldim va kechining qorong'uligida bo'g'iq, ingirgan bir ovozni angladim. Darhol o'rnimdan turdim. Üstümge yepinchi otib pastga qarab yugurdim. Maqsadim Hadicha xonimning uyiga kirib uni uyg'otish edi. Lekin u bu ovozni anglab uyg'onib sham ko'tarib ho'yliga chiqqan ekan. Ishni birdilla echishga petinammadim. Bu arada bo'ron to'xtagan edi. Hadicha xonim er kishining ovozdek ovozda kim deb vaqirdi. Javob bo'lmadi. Qeyr xotin yana bir qitim vaqirdi. Ana shuningdan keyin shamolning gurul degan ovozi ichida zaif bir ingrashni angladim. Hadicha xonim kimsan deb vaqirdi. Lekin men bu ovozni tunib, Munisa deb vaqirab ishning zanjiriga estildim. Ishni ichishim bilan ishkirga qor aralashib yurgan urib, qeyr xotinning qo'lidagi sham o'chib qoldi. Qorong'uda quchuqimga mo'rdek birdan tushdi. Hadicha xonim shamni qaytadan yiqish bilan ovora bo'layotganda, men uni bag'rimga besib, ho'ngrak etib yig'layotdim. Butunlay holdan ketgan Munisa hushsiz holda qo'limda yotadi. Yuzi ko'kargan, chochlari cho'lgan, kiyimning ichiga qor to'shqan edi. Balani yeshundirib o'rnimga yotqizdim. Hadicha xonimning sadilida raq partisini isitib, badanini ovlashga boshladim. Munisa hushiga kelakanmay, birinchi eg'iz so'zi "non" deb yolvurish bo'ldi. Xudoga shukr, ozroq sutimiz bor ekan. Hadicha xonim isitib, qo'shiqlab baliga ish ko'zishga boshladi. Vaqt uzargan sari Munisaning yuzlari qizarib, ko'zidan nur chaqnashga boshladi. Quchqinda yetib, turib xursinadi. Hasrat bilan esadab yig'laydi. Ah, shu bolaning ko'zidagi minnatdorlik. Dunyoda kichikkina yaxshilik qilishdan ko'ngillik narsa bo'lmas. Bo'ronda qolgan kiyimidek chayqalgan bu namrat qorong'u uy o'tning sho'lisida birdan shunchalik issiq va baxtlik o'g'ga aylandi. Sal avval hayotga bo'lgan ishonchsizligim uchun o'zimdan o'ylatdim. Bala so'zlashga boshladi. Bo'ynimga gras silib, chochlarimni surkab turib ko'zimga qaraydi. So'ragan savollarimga asta javob berishga boshladi. Tunaygun akşam ögey apsıdan qo'rqib, yezining neriq chetidagi ambarga kirib, samanning ichiga yushurnibdi. Saman odamni istarmish. Lekin bugun qo'sqi bek echib ketibdi. Sirtqa chiqsa tutib olib, yana uyga opirib qo'yadi deb ilojisiz kashkirishni kutibdi. Bechora bolaning eng cho'ng ishongan peg'i menkanman. Kun bo'yi muallima cho'qim menga non berdi deb o'zini bezlabdi. Bir azdan keyin balaning chaqnab turgan ko'zlarga mung cho'kkanligini, dastlabki xushalligining o'chishga boshlaganligini sezdim. So'rashning hojati yo'q. Chunki xuddi shunday qo'rqish meningdimi uyg'ongan edi. At saharda Munisani yana uyiga opirib qo'yishga to'g'ri keladi. Ichimda zaif bir umid yo'q emasdi. Bu bekmi güzel deb bilginimiz uchun hech qanday erishkili bo'lmaydi deb hisoblagan narsaga nisbatan uyg'ongan bir xil umidsiz umid.
Munisada foydasiz bir xiyol uyg'otib qo'yishdan qo'rqqandek past ovozda Hodicha xonimga shunday dedim. Amina bu qizni uyga sig'dirmaydi ekan xonim. Undaqda bola qilsam rozi bo'larmi? Meningmi hech kimim yo'q. Xudo haqqi bu bolaga o'z bolamdek qarayman. Hayta, berami? Bu güçlük arzuyum go'yo Hodicha xonimning og'zidan chiqadigan bir eg'iz so'zga bog'liqdek titragan qo'llarimni uzatib, bo'ynimni egatdim. Qiyr xotin o'tqa tikilib o'ylaydi. Keyin asta beshini chayqab. Yomon bo'lmaydi. Ata yuzboshliq bilan so'zlashib ko'raylik. O ma'qul desala, dadisini ma'qul keltiramiz. Undaqda yaxshi bo'ladi. dedi. Men ömrümde buningdek umid bag'ishlaydigan chiroyli so'zni anlaganimni bilmayman. Hech nima demasdan Munisani bag'rimga bosdim. Bala qo'llarimni so'yib, "Jinim opa" deb yig'lashga boshladi. Men bu qurlarni yezayotganimda Munisa yuziga o'tning baxtiyor qizg'ush sho'lalari tushgan holda uxlayotdi. Turib cho'nqir tinatdi va ching qilib yo'tilatdi. Ya Xudo, bu balani menga bergan bo'lsa, qanchalik baxtli bo'lgan bo'lardi-mi? O chaqda yo kechidan, yo bo'rondan, yo yolg'izchilikdan hech narsadan qo'rqmagan bo'lardi. Uni o'z qo'lim bilan cho'nqilatdim. Baxtli qilatdim. Men bir chaqlarda boshqa bolalar uchun orzu qilgan havasga cho'milgan edim. Biroq bir kuni kechqurunligi ular mening qalbimda ilojisiz o'lib qoldi. Endi men taqdirimga ko'nib qoldim. Hamma narsani qaytadan yaxshi ko'rishga boshladim. Kamran, shu kechqurunligi qalbimga ko'milgan marasidilarni sen o'ldirgan bo'lsangmi, bu kecha endi burunqidek sendan nafratlanmayman. Zaynila 18-dekabr. Bu kechimi balkim ko'zimga uyqu kirmas. Kasallarga o'xshash baxtliklar uchunmi kechalar shuncha uzunmikin? Shu kechining atsi Hodicha xonim bilan yezi boshliqning uyiga bordim. Bu qiyri Munisaning xabarini ilishga keldi deb o'yladim. Tex tepilmadi, lekin yana bir ishga yerdan o'madim bor. Degandek so'zlar bilan menga tasalli berishga boshladi. Men oqshomgi voqeani so'zlab berdim. So'zimning oxiriga kelganda yurakim silib, ko'zim qorong'ulashdi. Dunyoda qig'ilib bo'lmaydigan narsa uchun yolvorayotgandek qo'limni qo'shtirib turib. Bu kichik qizni menga bering. Bala qilib bag'rimga bosay. O'zingizni ko'rib turibsiz. Bechor qiz ularning qo'lida g'azan bo'ladi. Yezi boshlig'i ko'zni yumib, saqilni tortishtirib bir oz o'ylangandan keyin. "Bek yaxshi qizim, haqiqatan savobli ish qilgan bo'lasan", dedi. "Demak, Munisani men berdigansizda?" Boshqa bolalarning aram beqiyotganida bermay nima qiladi? Bo'lmaganda qo'liga 5-10 kurush beramiz. Shu minutda xushalliqdan qanday qilib aqlimdan ozmaganligimga hayronman. Uni shunchalik osonlik qo'lga keltirishimga ishonmagan edim. Oqshomdan beri uzungacha o'ylandim. Qiladigan qarshilig'iga javob tayyorladim. Yuragini eritish uchun ta'sirli so'zlarni hozirladim. Hech bo'lmasa opamdan qolgan qimmatli buyumlarni bermoqchi bo'ldim. O buyumlarni bu bechora kichik asrni qutqizishdan yaxshiroq bir ishga sarf qila olaydim-mi? Mana endi bularning hech biriga hojat qolmadi. Munisa qonli qo'njaqdek qo'limga tutqizilgan edi. Men boshqalarga o'xshamaydim. Bek so'yingan chaqlarimda his tuyg'ularimni so'z bilan aytib berolmaydim. Faqat udilimdagi kishining bo'yniga esilish, so'yish va urishni xohlaydim. Yezi boshliqim shu minutda shunday bir taklifni o'tkazib etdi. Faqat
Purishgan qo'lini birni söydirish bilan mendan qutuldi. 2 soatdan keyin yezi boshlig'i Munisaning dadasi bilan maktabga keldi. Men bu odamni talat so'rin, qo'rqinchli zolim bir odam deb o'ylaydim. Aksicha, vejekkina, kasalman, ruhsiz bir qiyri kishi ekan. O'zining İstanbullik ekanligini, lekin 40 yildan beri yurtini ko'rmaganligini aytdi. Qalaymiqan shuni o'rayotgandek ishkilinib, sari yer Oqsaroylar haqida so'zlaydi. Munisani menga berishga rozi bo'ldi. Lekin uningga bekmi echinayotganligini his qildim. Dilqut xazinasi. Balani baxtli qilish uchun qo'limdan kelganini aymaydiganligim. Munisani doim uningga ko'rsatib turdiganligim to'g'risida va'da berdi. Zaynalaning kambag'al va qorong'u maktabi mushkamgacha bundaq bayramni, shod quramliqni ko'rmagandi. Buningga ishonchim komil. Munisa ishkimiz xushalligimizdan o'ylalarga sig'maydi. Qaqaqlagan kulkilarimiz lampilarda uxlayotgan qushlarni uyg'otadigan darajada to'g'risidan aks sado chiqardi. Munisa bir necha soat ichida nozliq bir kichik xinim bo'lib qolgan edi. Alrang bir sheris ko'nglikim bo'lib, hozir uni kiyolmaydim. Tarlatib, qisqartib ko'nglak qilib berdim. Bu kiyimda Munisa nima deb beray? Bir o'tlam sudak da og'zi saldila erib ketadigan kamputdek bo'lib qoldi. Qor avvalgi kundagidek qilin yog'misimi, texi to'xtamagan edi. Qarang'i tushmasda balini yetlab baqqa ep chiqdim. Hadicha xonim Zayni otining chirig'ini yiqishga chiqqicha aylandi. Qo'llashmoq o'ynadik, qabr orasida qor etishdi. Xushalliqimiz so'rin taraflik bu qiyri xutunni kuldiribdi. Qini uyga kirib ketinglar, sovuq o'tib og'rib qolasizlar, deb yiqimliqini hijaydi. Muzlashma. Odamning ichida o't yonavasi muzlandi ekan. Bu kecha osmon menga g'arbdan sharqqa shoxlarini yoygan daraxtdek ko'rindi. Asta-asta tavranganida ustimizga oq gullarni to'kkan hayratli yasmin daraxt. Zaynala 30-dekabr. Munisa bilan shunchalik jon-jigar bo'lib ketdikki, darsdan sirtqa hamma vaqtimni u oladi. Uningga bilganlarimning hammasini o'rgatishni xohlaydim. Kuniga 1 soat fransuzcha o'rgataman. Rasm chizishni o'rgataman. Hatto ba'zida yezidagilar bilib qolsa, bizni chalmi kesa qiladi deb qo'rqib, ishlarni etib o'tib, tansini o'rgatatdim. Bu ishimga turib kulgim keladi. Chaliq qushi, sen hamma narsani o'rgatma deb, Xudo saqlasin Munisani Hoji Kalqoning murodiga o'xshatib qo'yma yana, deydim. Bu kambag'al yezi bolasi birdilla esil zotlarga o'xshab qoldi. Uning har bir qiliqida, har bir so'zida yiqimliq bir nazokat bor. Dastlab buning hayron bo'lib edim, endi sababini tushungandek bo'ldim. Balkim Munisaning opasi boshqalar degandek oddiy ayol bo'lmasa kerak. Bola meningdan cheksiz minnatdor edi. Ba'zida hech qanday sababsizlar yonimga kelib, qo'limni yuziga, leviga surkaydi. Shu chaqda menmu nozik bilaklarni silab, barmoqlarini bir-birlab so'yatdim. Bechora qiz o'zining menga yaxshilik qilganligini bilmaydi. Muallima meni qanatiga elib yaxshilik qildi deb o'ylaydi. Bu bolaning kishining aqli yetmaydigan ajoyib so'zlari bor. Kelganining 2-chi kuni Munisa, "Xolisang meni opa degin. Shundoq desangmi bekmi yaxshi bo'ladi?" dedim. U tatliq kulimsirab yuzimga qaradi. "Shundoq desam bo'lamdi, hada. Nimishqa bo'lmaydi ekan. Sen kichik tursan, seni qandaqmi opaday?" Bu so'zi izzat nafsimga tegdi. Popozi qilib, "Hey shayton, men qanday qilib kichik bo'laman? 20 dan oshgan cho'pching ayolman." dedim. Munisa tilini tishlab turib, menga qaraydi. Hech nima demasdan kulatdi. "Yolg'onmi? Cho'pching ayolman-ku oxir." deb takrorladim. U cho'ng kishilardek qalbini purib, "Sen meningdan bekmi cho'ng emassan, hada? Bek bo'lsa 14-15 yosh tursan?" dedi.
O'zimni tutanmasdan kulishga boshladim. Munisa xijolat bo'lib, tatingan holda. "Tek kelin bo'lasan hada." O chog'da men chechimning ikki tarafiga zərli lentalarni chegiman. Xuddi sana o'xshash chiroyliq bir. Balaning og'zini yopdim. "Ikkinchi mushundaq gapni qiladigan bo'lsang, og'zingni yirtib o'taman," dedim. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rda anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Rishad Nuriguntekinning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Chaliqushi nomli romanini bugun mushayicha anglatdik.